Assalomu alaykum, foydali kanal obunachilariga. Bugungi obyektimizda Yashnobod rayonidagi Grand City Novostroykas. Keling, aka, men sizga hozir uyimizni to'liq obzor qilib beraman. Kirkirishlar bilan prixojimizni ko'rsanglar bo'ladi. Shkaflarimiz yaxshi materiallardan qilingan. Telefonlar qo'yilgan. Spalniyamiz zamonaviy va dit bilan jihozlangan. Barcha mebellar sifatli materiallardan tayyorlangan. Bu yerda spalniyamizni o'zini отдельный balkonini ko'rsanglar bo'ladi. Videodagi hamma mebel texnikamiz o'zi bilan qoladi. Xo'p, ko'rsanglar bo'ladi. Zamonaviy kichkina kladovka qilib qo'yishibdi. Bu yerda hammom sanuzlarni ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p, oilaviy o'tirib ovqatlanish uchun uгологimiz zakazga qilingan, yaxshi materiallardan qilingan. Bemalol tomosha qilsanglar bo'ladi. Uyimizdagi barcha texnikalar Hoffman brendiga mansub. Balkonlarni bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Agar sizga uyimiz yoqqan bo'lsa, pastdagi raqamlarga telefon qilib, batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi.